Ben boshlavardim mana. Oyoq to'g'ri. Motosda savdo qaynayapti. Bugun juma bozori bo'ladi. Akalarimiz dadasiga olib berdi. Akamiz mana boshlanishidan уже boshlavardi. Tez ketib qoldi-yu bu. Akam boshlavardi mana. Oyoqda ham to'rimiz bor. As oyoqdagisi Mana kakras mana video yaqilgan paytda bo'ldi. Sal Zadisi ham bor buni. qani zotningiz? Ha, mana ekan bu. oyoq to'rimizda Ha, sekin aldab. Akamizni dadasiga olib beruvdi. Boshidan boshqa skuterlarni ham olishiga sal qolib ketdi. Ha, 3-ko'rsek. Qarang aka, tushing aka endi. Hozir tekshirib oling polni keyin minorasiz aka. Tak. Aka, anaqa qilib oling. Pavorotlarni yoqing-da aka, ko'rib oladi. Orqaga o'ting aka. Orqaga o'ting. Ko'rib oling aka, pavorotni yonyaptimi orqa? Ikkala taraf. Oldiga o'ting aka. Hozir ona aziz oshidan Mijozimizga tekshirtirib ko'rsatyapmiz. Yonyapti pavorotlar aka. Farasini yoqib qo'ying aka. Ha, bu. Yonyaptimi? Orqani to'rimizni tekshirib oling aka. Montorimiz. Ha, bu. Yonyapti. Endi yondiring-da. Yonganda ham farani yondiring-da. Ha, bu. Yonda Atqar yoning. qo'lda ezing. Qo'l to'rimizni. Yonyaptimi? Polni ishlayapti aka. Xudo xolasa 4 ta batareyka o'rnatilgan. Tog'amiz yaxshilikka minsin. Funksiyalari ishlaydi, xudo xolasa. To'xtang aka, yana bitta anaqasini tekshirib ko'raylik. Pultini ko'rsatib qo'y aka. Aka, mana hozir o'chiramiz. Ikkita pulti bor. Qarang. Mana ochadi, mana yoqadi. Agar quplab qo'yib, kaltni yurgizaman desangiz, quplanib qoladi. Yurmay qoladi. Endi qarang. Hozir ochamiz. Mana 2 marta bossangiz yuradi. Kalt shart emas. Ha, o'zi ketaveradi. Ha. Mabodo uyda yaqib chiqib ketib, cho'ntakda kalt qolib ketib, pul qolib ketib, eslan chiqib qolib gaplashib, ya'ni mast ketib qolib. Yonib qolib ketgan bo'lsa, kaltni o'chiraman desa o'chmaydi. Kaltni o'chiraman desa o'chmaydi. Pultni o'chirib turib, bir qator mana shunaqa holat bo'lib qoladi. Yurmay ham qo'yadi, yongan holatda ham yurmay qo'yadi. Chunki quplanib qolgan bo'ladi. Bir marta mana ezib olsa, ochiladi, polni blokdan chiqadi, keyin ketaveradi. Hozir o'zimda ham shunaqa bo'ldi-da. Narigi skuterim quplanib qolgan, yurmayapti. Yoni hamma yo'q, ishlayapti. Yurmayapti, tormozlanib qolgan. Keyin pultni ezdim, ochildi. Ashir bir qator eslatib qo'y debdi. Zapas kaltlari. Aka 3 oyga garantiya, akkumulyatorga, miyaga. Faqat tepalikka haydab motorni o'ldirib qo'ymaysiz. Kalt aka. Rahmat. Akamizdan laboga yuklayapti. Sen motosiga kelaverasizlar. Azizlar, tushuntirib o'tdim videoda. Mana qo'ygan skuterlarimizdan ham bor. Arzonlab ketgan 610 dollardan sotilgan skuterlarimiz 560 dollardan bo'lib ketdi. 100 kilometrgacha yuradi. 100 kilometrdan ham oshadi mana skuterlar. Sen motosiga kelasizlar, sog' bo'lasizlar. Mijozlar kelishni boshlagan.